ekskavatorning ichida o'tiribmiz hozir. Birinchi gazni ko'tarib olasizlar ishlatish uchun. Mana rechak. Joystick deyiladi. Joystick oldiga tushirilsa, yo'q, oldiga ketadi. Tortsani orqaga tortadi. Yonboshga itarsani esa aylanadi. Pavorot bu. Chap tomonga pavorot, o'ng tomonga pavorot. Tak. Chap qo'limizda shunday funksiya bor. Bu tomonda esa mana bu tomonda oldiga tushirsalar pastga tushiradi. Tepaga ko'tarsalar ko'taradi. Вот. Chap tomonga qilsalar yopadi kavushni. O'ng tomonga qilsalar ochadi kavushni. Bunisi esa orqa oldiga yuradigan funksiyani bajaradi. Вот. Orqaga, oldiga. O'zlingga tortib, bunisini faqat oyoqda ishlaysizlar. Mana shunday davom etasizlar.